Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hammalarga bugungi ulug' kuninglar muborak bo'lsin. Mana hurmatli obunachilar, bizda ham tug'ish mavsumi boshlandi inshaalloh. Bugundan endi har kuni video qilib turamiz inshaalloh. Mana bizda ozgina 5-10 ta qo'ylarimiz tug'di. Allohim barakasini bersin. Mana bularni отдельно qilib inshaalloh o't ochib berdik. Mana unisida arpa beramiz. Arpadan keyin va tuz tashab qo'yganmiz. Mana unisida polni suv ichadi hurmatli obunachilar. Bismillah deb mana akut mavsumni ham boshlab oldik. Allohga shukr. Ilohim ko'z tegmasin. Allohim barakatli qilsin maşallah. Shu tug'ilish mavsumini ham Alloh bizning bilan chiroyli olishlikka Allohim o'zi nasib qilsin. Iloji boricha sizlarga ko'rsatishga, videolarga olishga harakat qilib turamiz hurmatli obunachilar. Hozir bizda esinglarda bo'lsa qo'chqorni gisarskiy qo'chqorlar qo'ygan edik. Va shu qo'chqorlarda inshaalloh bir 60-70% mana qora dushni inshaalloh o'zi beryapti. Alloh izmi bilan inshaalloh. O'tni ayamaymiz. O't mana dadil tashlayotganmiz inshaalloh. Sababi nima desanglar, ko'p yesa qonni to'q bo'lsa suti ham keladi inshaalloh. Qonni joyiga keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, mana bitta, ikkita, 3 ta qo'yimiz 2 tadan tug'di. Bularni отдельно qilib qo'yapmiz. Ko'rganinglardek bularni inshaalloh отдельно qilib qo'yapmiz. Sababi arpani ko'proq beramiz, e'tiborni ko'proq beramiz, чтобы ikki bolasi ham katta, chiroylik emib katta bo'lsin deb turib, bularni 15 kun, 20 kun qo'shmaymiz. Hozir bittalilarni отдельно qo'shib boramiz. Mana ikkitalilarni отдельно qilib 50 tami, 60 tami nechta bo'lsa, inshaalloh Alloh izmi bilan отдельно qilib boqamiz, xudo xolasa. Hozir mana ichkariga kiradigan bo'lsak, endi Allohim o'zi barakasini bersin deb nimjon tug'ilganlar, kichkina tug'ilganlar shuna bo'lib o'lib mana bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta. 5 ta mana nobud bo'lib qoldi. Qo'ldan kelgancha harakat qildik, qo'ldan kelgancha emizishga harakat qildik. Shu birarga qo'ylarimiz bor, bolalarini primat qilmaydi. Haligi emizmaydi, usadi. Keyin biz mana qaddini kletkalar qilib qo'yganmiz. Eshiklarda bo'lsa, buni ham videosini chiqargandik. Mana addini kletkalar qilganmiz. Mana shu bolasini primat qilmaganlarni shunaqa qilib kletkaga bir 2 kun, 3 kunga xudo xolasa solsak, bolalarni primat qilgandan keyin va yana darshi qo'ylarga qo'shib qo'yamiz. Mana Alloh o'zi bilan ham mana 2 ta tug'ibdi. Necha bir-biriga o'rgansin deb turib mana qo'ydik. Mana bitta bolasi bilan yotibdi. Mana bu to'polonchini suti yo'q ekan. To'polonchini suti yo'q ekan. Qayg'isiga qo'ydik biz. Hozir aytaman. Mana ononga qo'ydik. Bu bolasini bosib o'ltirib oldi. Bunda sut bor. Ononisida sut yo'q ekan. Mashina hisobiga sirazi bunga olib keldik-da, qo'shib mana emizishga harakat qilyapmiz. Mana bu to'polonchiga keladigan bo'lsak, adashmasam 2 tanesini o'ltirdi. 2 tasini o'ltirdi shu to'polonchi hamchi. Suti bor maşalloh. Bitta qo'yimiz 2 ta tug'di-da, 2 ta tuqqandan keyin qarasak, mana bolasini o'ldirib qo'ydi. Bitta qo'yimiz babachog'ini unga, bitta babachog'ini bunga qo'ydik-da, чтобы emizishga harakat qilyapmiz. Mana to'polonchi ham bolasini o'ldirib qo'ydi. O'ldirib qo'ygandan keyin bitta nimamiz 2 ta tug'di, bittasini sirazi bunga emizyapmiz, чтобы bitta bekardan buni qo'yib yuborsak bo'lmaydi, suti bor. Jicha shunaqa kletkada bir 3 kun yoki 2 kun ushlasak inshaalloh bolasini primat qilib yuboradi. Mana to'polonchi mana bugun tug'ildi. Mana inshaalloh mana kletkalarimiz hali pustoy. Ilohim bu kletkalarga sog'lik qilmasin hurmatli obunachilar. Xo'sh, mana
Mana bu qo'yimiz ham mana katta qo'yimiz. Nechta tug'ibdi? Mashalloh. Ikkita tug'di bu ham. Mana seni bitta bola. Mana. Bitta bolasi ko'rasizlarmi? Nimjon kichkina ekan. Bitta bolasi dada. Xo'sh. Mana bu qo'yimizga keladigan bo'lsak, mana bu ham bolasini primat qilmayapti, ya'ni kletkaga qo'shib qo'ydik. Bu holatda mana shu kletkalarimizda hisoblasak, primeni 50 bittami 52 ta kletka qilibmiz. Mana bular pusto. Ilohim bularga sog'lik ham qilmasin. Inshaalloh. Shunaqa qilib mana akot mavsumimiz ham boshlandi, hurmatli obunachilar. Mana bu qo'ylarga keladigan bo'lsak, bugun kechasi tug'ibdi. Kecha ozgina shabada bo'layotgani hisobiga biz bularni ichcha issiqroqda ushlab turdik. Ushlab turibmiz, sababi bolalarini primat qilib, hammasi bir-birini bolalarini tanib olsin deb. O'tlar tashlab berdik, mana o'tlar ishyapti inshaalloh. Mana bu kasharimiz. Mana ham 10 minut oldin tug'di mana. Shu bolasini yalab inshaalloh. Mana shu emizishga harakat qilyapti ekan maşallah. Alloh izmi bilan. Ke bolani ko'rsatib qo'y. Bolasi kurdushniy. Kichkinaroq. Karishniy svetda ekan mana. Xudo xolasa mana kech payt qo'ylarimiz shu yerga kiradi. Kirgandan keyin hurmatli obunachilar mana qilib to'sib qo'yganmiz. 1, 2, 3, 4 ga to'sganmiz. Masalan, 4 ta mana qilib to'sib eshigini yopamizmi? Maqa keldida, mayerda qo'ylar tug'ildi. 3 tami 4 tami qo'y tug'ilgandan keyin buni olib mayerga kirgizamiz. Maqa kirgizamizda, keyin shu yerda ertalabgacha bolasini primat qilib, bolasini yalab turadi. Qo'ylarni chiqarib olganimizdan keyin, tashqariga, ko'chaga. Keyin shu pastga olib tushib ketamiz. Imada ham bitta tug'ib qo'yibdi, hurmatli obunachilar. Mana, mashalloh. Buni ko'ryapsizlarmi? Ilohim ko'z tegmas. Hozir uni bittani ko'rsatdim. Mana ikkita. Bizda bugun juda qattiq shabada bo'lyapti, amachi. O'nonimiz yana bitta tug'di. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bitta tug'ibdi yana. O'sha mana emdiryapti. Endi bu fermaga keladigan bo'lsak, o'ziga yarasha mehnat, o'ziga yarasha sabr, o'ziga yarasha qanoat kerak bo'ladi. Sababi har bir narsa joni bor. Har bir qo'ylarimizni bitta e'tibor berib tug'olmayotganda, masalan, mononi qiylayotgan ekan. Bu Fazliddin degan cho'pon bolamiz bilan qarasak ushlab tortib oldik. Shunaqa har bir qo'yga e'tibor berib turmasangizchi, juda qiyin bo'ladi, hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turganinglardek, inshaalloh biz tomonlarda qorlar erib ketdi. Mana endi o'tlar ochilyapti inshaalloh. Shu biror oy ichida ko'karishni boshlaydi inshaalloh. Xudo xolasa. Inshaalloh. Keyin o'tgangi kuni itlarimizga uy qildik, uy yasadik desanglar, letniy. Mana oxirlari bilan mana itlar kirib, xudo xolasa. Mashalloh, mana buni kuchugimiz ham katta bo'ldi mana. Mana alabayimiz mana 4 oylik bo'ldi. Mana alabayda yaqinda kel. Baysovskiy menga yoqib qoldi. O'ka. Хорошо, Mashalloh mana.
чистокровный. Onamiz qiz bola. Gerda, Roshimay. Sizlar ham hurmatli obunachilar, duo qilib turinglar. Assalomu tug'ilish mavsumini olaylik. Har xil ko'zlardan Allohim o'zi saqlasin, mashalloh. Mashalloh, mana. Vochika. Sen nima yotibsan, to'polonchi? Keyin biz mana qilib quloqni qirqib qo'yamiz, hurmatli obunachilar, qo'chqarlarni. Shu ajratish oson bo'lsin deb. Mashalloh. Bu mana kurdushni ekan, hurmatli obunachilar. Mana hurmatli obunachilar, arpa yeyishyapti. Qo'ylarimiz. Mana bolalari. Dambolib yotishdi. To'polonchilar. Maşallah. Hammalarga xayrli kech. Mana biz ham shom namozini o'qib, endi chiqdik. Yulduzlar charaqlab chiqyapti. Mana chitadan yordamchi keldi. Здравствуйте, батя. Здравствуйте. Ну что, как у вас дела? Нормально все. Рассказывайте что-нибудь. Ну что, спасибо вам, что вы нас тогда выручили в наводнении. Угу. Теперь я всю жизнь в долгу перед вами. Угу. Спасибо. Да. Я без вас никуда. Хоть в каком настроении буду, какое здоровье, пока ходить могу, всегда буду приезжать вам помогать. Вы мои дети, все. Хорошо, Об этом спасибо. даже не может быть речи. Так что бараны у вас хорошие, упитанные, ягнята хорошие. Будем, конечно, контролировать все это дело. Чем можем, тем поможем. Хорошо. Дети будут ездить, мои внуки к вам будут ездить, потому что мы братья. Ну, конечно, Братья, батя. все. Сколько лет вы мы мои знакомы дети. уже, батя? Около больше 20 лет, да? 20 лет мы знакомы. Вы еще были в Нерчинске, оттуда мы вас пригласили в Шилку, что там нет таких магазинов, нет такого хозяйства. Приехали вот вовремя вы. Все открыли, теперь народ довольный. В магазине идут все товары, мы довольны, что именно разносортица в товарах. Очень хорошо. Вы сегодня приехали, да, батя? Я сегодня с Читы приехал, да. Приехал, объясните, пожалуйста, зачем приехали вот сюда? Я приехал вам оказать маломальскую помощь, подсказать, потому что я всю жизнь с хозяйством, то есть жил всегда на земле, держали мы баран, держали мы коров всегда, жил я в деревне. И имею понятие, то есть общался, как, когда они, значит, начинают катиться или телиться. И всегда я помогал родителям. И теперь хочу вас приучить к этому, что вы также любили животных, также землю берегли, ну и уважали всех людей. И тогда будет везде мир, и друг друга всегда будут уважать. Вне зависимости какой нации. Я сам вот лично тоже не русский, я гагауз по национальности. Но мы живем все равно как братья. Получается, вы до какого числа здесь будете нам помогать, батя? Ну, до 3 апреля, потому что поеду, там у меня зять именинником, поеду его поздравлять. Ну, потом все равно приеду, все равно помогу вам. Хорошо, спасибо вот тоже вам большое, батя. Не за что. Assalomu alaykum aziz obunachilar, bugungi kuninglar xayrli bo'lsin. Mana bizni yana bitta specialistimiz keldi yordamga, xudo xolasa. Это Тёма. Тёма, приветствую. Ну, привет. Приехал на помощь, да, к нам на охот. Он большой специалист у нас.
коров какое Акот большое-то. помогал. Очень большой специалист. Садитесь, пожалуйста, Я так-то многоуважаемый. постою. Так-то я на Ладно. Куцаны приехал. Куда приехал? На Куцаны. Но он большой специалист по куцанам тоже. Он Да, знает, как их пасти, как их содержать. да. Нормально буду. С мужиками, что. Ну, поможешь, ага, подскажешь, чего ребятам-то. Ты же большой специалист, уже многолетний опыт есть же по коровам, по баранам. Ну, Ну вот, все. о чем и речь. Все. Вот приехал помочь. Ты же еще давно с нами работаешь, Да. правильно? Ну и Ты же все, и давайте, нате. Че там? Ужин-то не сварился. Ужин-то. Убил Ужин-то. просто. Ужин, конечно, уже почти готово, Тёма. Плов готовим. Будешь плов, да? Любишь ты его? Раньше же ел. Вот лето придет, начнем этот еще шашлыки готовить, ага. Ну, Вот то, что ты примешь, как сказать-то, окот, то, что родят, они вырастут, и ты его зарежешь и съешь, да? так есть. Жизнь, круговорот, Да. ага. Еще все, больше нечего сказать. Все, нечего больше. Так весь год-то чем занимался-то? А Хоть это как расскажи. ничем? В Все смысле? дрова, лес, сенокос. Ну, дрова калил. Еще чем занимался? Сенокосом? Да, Трактор водил? А как? помогал просто. Руками, что ли? Косил, что ли? Или как? Не, у зазородов. О, молодец. Mana hurmatli obunachilar, kech payt ukam bilan keldik. Shtobi qaysi qo'ylar tug'di, tug'madi, bir qator proverka qilib Qarab qo'ygan. qo'ygan. Shunday qarab yuramiz. Tuqqan bo'lsa, uni kletkalarga olib qo'yamiz. Shunaqa qilib qavrolib turibmiz bir 2 soatda. Bu hayvonlarga e'tibor juda talab qiladi. Iloji boricha, Xudo xolasa, shu tug'ilish mavsumini olsak, inshaalloh. Hozir ukam bilan ko'ramiz. Xudo xolasa. Mana. Islom, stop. Islom, stop. Mana tug'ibdi qo'yimiz, mashalloh. Obunachilarimizga olaylik. Mashalloh. Mana qaranglar, xuddi shunaqa bo'lib tug'iladi. Islom, sekin oling, maqa chiqamiz. Men dedi. Qochib ketmasin. Mana kletkalarga nega sokamiz hozir. Bala. Mana bizdan qo'rqdi, hurmatli obunachilar. Islombek, oling-ku. Yana qo'ying. Qanaqadir og'zi yo'q qo'zi ekanda. Ba deb qo'ysang, ayang kelib olib ketar. Beh. Islom, sindi rushatka bilan pastga qo'yib qo'ying. Oling onu. Qaysini? Rushatkaga kelib pastga. Me. Shunaqa hurmatli obunachilar. Hozir bularni отдельно qilmasak, yana bir 5-10 ta tug'ib qo'ysa, ajratamiz. Beh. Bo'ldi. Beh.